yana bir marta dayuslikni bo'ynimga olishni xohlamayman. Mana endi siz ajrimdan keyin baribir turmush qurasiz, oila qurasiz. Inshaalloh. Pozitsiyangiz qanaqa bo'ladi? Kelajakda o'zingiz uchun bir pozitsiya o'ylagandirsiz, masalan, yo ishlatmayman, yo ishlatsam ham unaqa qilmayman, bunaqa qilmayman. Bormi shunaqa o'ylab qo'yganingiz? To'g'risini aytsam, aniq bilmayman hozir. Aniq bir nima deya olmayman. Lekin men xohlagan bo'lardim tinch hayotda yashash. Prosta tinch bo'lsin. Miyam tinch bo'lsin, o'zim tinch bo'lay. Oilam tinch bo'lsin bo'ldi. Menga chetdan qaraydigan ko'zlar kerak emas-da o'zi unaqa narsalar. Blog yuritishga rozi bo'larmidingiz unda? Xotingami? Bo'lajagi. Mani loydan olib loyga tashlayapsiz. Yo'q, yo'q. Yo'q. Unga yo'q. Yo'q. Yana bir marta dayuslikni bo'ynimga olishni xohlamayman. Shu narsa meni yomon ezgan. O'shaning uchun ham xohlamayman, ruxsat ham bermayman.